O'yla va boy bo'l. Napoleon Hill. IGD guruhdan maxsus siz uchun. Agar siz yo'lingizdagi barcha to'siqlarni bartaraf etib, muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, ushbu kitobni o'qib chiqing. U avvalo o'z oldingizga maqsad qo'yishni, ishonch tuyg'usini mustahkamlashni, turli sinovlarni yengib o'tishni, izlanishni o'rgatadi. Shuningdek, maxsus bilimlar, aql, zakovat, chekinmaslik haqida boy tushuncha beradi. Darvoqe, mazkur kitobdan maqsad faqat boy bo'lishga undash bo'lmay, boy fikrlash, orzu istaklar ustidan hukmron bo'lish, ishonchni mustahkamlash, muvaffaqiyatga erishishga qaratilgan. Siz undan hayotda qanday qilib maqsadga erishishni, qat'iyatli bo'lish mumkinligini aniq rejasini topasiz. Bu esa har bir ishda sizga asqotadi. Ushbu kitob so'z boshi va 15 bo'limdan iborat bo'lib, keng kitobxonlar ammosiga mo'ljallangan. Kitob va uning muallifi haqida bir necha so'z. Siz dunyodagi eng mo'jizali ta'sir ko'rsatuvchi kitoblardan birini o'qiysiz. Ushbu kitobdan boy bo'lishni, sinovdan o'tgan rejasini topasiz. U qanday qilib ishga kirishishi to'g'risida hikoya qilib beradi. Hayot davomida insonga olg'a qadam tashlash, o'z baxt saodatini yaratish va boylikni ko'paytirish uchun nimalar yordam beradi? Boshqalar hatto bu ishni boshlamagan damlarda qay tarzda ko'maklashadi? Kitobda ana shu haqda so'z boradi. Aslida birovga nima kuch-quvvat baxsh etadi-yu, boshqalar nega sust, beayovligicha qolaveradi? Nega ayrimlar taqdirning shafqatsiz zarbalariga zarracha e'tibor bermay, o'zlari orzu qilgan istiqbolga nazar tashlab, muammolar girdobidan o'tadilar, maqsadga yetadilar? Shu bilan bir vaqtda esa boshqalar umidsiz xatti-harakatlar ichida bitmas tuganmas xatolarga yo'l qo'yadilar. Oqibatda hech narsaga ega bo'lmaydilar. Ko'p yillar muqaddam Napoleon Hill sayyoramizning eng boy odamlaridan biri Andrew Carnegie bilan suhbatlashganida bu buyuk sirni yarqiroq kirrasini ko'rganday bo'lgan edi. O'shanda Carnegie unga omad sohiblari qanday vositalar bilan unga yondashishini tahlil qilishni va butun dunyo uchun namuna va ibrat bo'ladigan muvaffaqiyatga erishish formulasini ishlab chiqish to'g'risida maslahat bergan edi. Mazkur kitob muvaffaqiyatlar sirini ochib beradi hamda harakatlar rejasini tavsiya etadi. U 1937-yildan boshlab AQShda 42 marta bosilib chiqqan va qisqa muddatda sotilgan. Hozirgi nashri yangi ma'lumotlar bilan boyitilgan. Har bir bo'lim o'tilganlarni muxtasar takrorlashni ham qamrab oladi. Xullas, kitob barcha to'siqlarni yengib o'tish, qo'yilgan maqsad hamda muvaffaqiyatga erishuvning yagona hamda bexato yo'lini vaqtning abadiy daryosidan xuddi kino tasmasi suzib o'tgandek ko'rsatib beradi. Mutolaa jarayonida siz nima sababdan o'ziga ishongan odamlar ulkan boylikka egasiga aylanib baxt iqbolga erishishlarini bilib olasiz. Binobarin o'zingiz ham aynan shunday mavqe sohibi bo'lasiz. Napoleon Hill 1883-yilda Virjiniya tog'lari o'rmonidagi kichik kulbada dunyoga kelgan. U yoshligida Georgetown universitetida o'qish uchun haq to'lash maqsadida gazetada
reportyor bo'lib ishladi. Jurnalistlarga xos ajinlik uning keyingi taqdirini belgilab berdi. Napoleon Hillning yarq etgan xabarlari Tennessi shtati gubernatori hamda Webb Taylors magazin jurnali sohibi Robert Taylorning diqqatini o'ziga tortdi. Shu tariqa 25 yashar bu jurnalistga taniqli kishilarning yuksak martabaga erishganligi bilan bog'liq turkum maqolalar yozish bo'yicha buyurtma berildi. Bunday insonlardan birinchisi esa Endryu Karnegi edi. Hill Karnegida chuqur taassurot qoldirdi. U yosh qalamkashning katta ishiga oq yo'l tiladi. Napoleon Hill bu ish bilan 20 yil mashg'ul bo'lmog'i kerak edi. U muvaffaqiyat qozongan 500 dan ziyod amerikalikdan batafsil intervyu olishga va hatto oddiy qobiliyatga ega odamlarga ham mos keladigan umumiy formulani olib kirishga muvaffaq bo'ldi. Hillning suhbatdoshlari orasida Henry Ford, William Regal, Clarence Darrow, Luther Burbank, George Pierpont, Morgan kabi mashhur kishilar va Amerikaning 3 nafar prezidenti ham bo'lgan. 1928-yilda Karnegi bilan o'tkazilgan xotirada uzoq saqlanadigan suhbatdan so'ng Hill birinchi asari shaxsiy muvaffaqiyatga erishish falsafasi borasida o'zining taxminiy fikri jamlangan kitobni nashr etdi. O'tgan vaqt davomida u o'zi to'plagan ma'lumotlarni umumlashtirish bilan birga hayot kechirish uchun turli sohalarda, shu jumladan Chikago universitetida reklama agenti bo'lib ishlashiga Golden Rule nomli jurnal nashr etishga to'g'ri kelgan edi. Birinchi jahon urushi davrida Hill prezident Wilson ma'muriyatida ijtimoiy munosabatlar bo'yicha ekspert sifatida faoliyat yuritdi. 1933-yilda esa Shimoliy Virjiniya senatori Jennings Randolphni uni Theodore Rooseveltga tavsiya qildi va Hill yana prezidentga maslahatchi bo'ldi. Biroz vaqtdan so'ng o'zining 20 yillik O'yla va boylikni qo'lga kirit loyihasini bir tizimga kiritish hamda takomillashtirishga qaror qildi. 1957-yilda Napoleon Hill assotsiatsiyasi ta'sis etilganidan so'ng u shaxsiy muvaffaqiyatga erishish falsafasini tarqatishga faol kirishdi va odamlarni muvaffaqiyat ilmini o'qitish bilan band bo'lgan ijtimoiy ta'lim yo'nalishidagi Napoleon Hill fondini boshqardi. 1963-yili Hill o'zi tomonidan yaratilgan shaxsiy yutuqlar akademiyasi uchun yangi jadval va dastur tuzdi hamda shu asosda o'qish yoki uyda o'qitishni tashkil etdi. Bu vaqtda Napoleon Hill 80 yoshda edi. Endryu Karnegiga bag'ishlanadi. So'z boshi. Kitobning har bir bo'limida yuzlab odamlarga boy bo'lishga yordam beruvchi sirlar haqida hikoya qilinadi. Kamina ko'p yillar davomida ularning martabaga erishish yo'llarini tahlil etish bilan band bo'ldim. Ushbu sir to'g'risida ilk bor bundan 50 yil muqaddam Endryu Karnegidan eshitgan edim.
Shotlandiyalik bu muloyim va yoqimli qariya mendek g'o'r yigitga shunchaki gapirganday bo'lgandi. Keyin esa ko'zlari xushnud charqagancha orom kursisiga yastanib oldi-da, meni diqqat bilan kuzata boshladi. Uning aytganlarini o'qib olish uchun menda aql zakovat yetisharmikin? Qariyani jon quloqim bilan tinglaganim uchunmi u mendan siz 20 yil yoki undan ziyod muqaddam mobaynida butun dunyo miqyosida muvaffaqiyatga erishish formulasini tarqatishdan iborat faoliyatga o'zingizni tayyorlay olasizmi? deb so'radi. So'ng qo'shimcha qildi: kimki uni egallay olmasa, bir umr omadsiz bo'lib qolaveradi. Men bunga tayyor ekanligimni aytdim va so'zimning ustidan chiqdim. Muvaffaqiyatning mo'jizaviy formulasi janob Karnegining g'oyalaridan kelib chiqqan edi. Bu unga haddan ziyod boylik keltirgan. Endi esa mazkur formula boy bo'lish kabi uzoq va mashaqqatli mehnatga vaqt bo'lmagan kishilarni qurollantirish uchun kerak edi. Karnegi o'z xulosalarini teshkira olishimga va turli jins, yosh va har xil sohadagi kishilarga bayon eta olishimga umid bog'ladi. Bu fanni barcha maktab va kollejlarda o'qitish kerak. Uni talab darajasida o'qitish ta'lim tizimida inqilobiy o'zgarishlarga olib keladi. Tahsil vaqtini deyarli yarmiga qisqartiradi, deb ta'kidlagan edi u. Muvaffaqiyat siri amaliyot sinovidan o'tdi. Ishonch to'g'risidagi bo'limda siz yosh yigit Charles Schwab tomonidan United States Steel nomli ulkan korporatsiyaning vujudga kelishi to'g'risidagi qiziqarli voqealarni bilib olasiz. Buning misolida Karnegi kim tayyor bo'lsa, muvaffaqiyat sari o'shaning foydasi uchun ishlashga to'liq ishondi. Uning janob Schwab tomonidan qo'llanilishi tufayli hayratomuz muvaffaqiyatga erishildi. Boylik $600 million oshib ketdi. Bu hol janob Karnegini tanigan barcha kishilarga ma'lum. Bu siz uchun, aziz kitobxon, nimani xohlagan bo'lsangiz, ana shu shart bilan namuna ibrat bo'lishi mumkin. Ushbu sir minglab erkak, ayol tomonidan ularning shaxsiy manfaatini ko'zlagan holda ochildiki, hammasi janob Karnegi tomonidan o'ylab topilgan edi. Ayrimlarga muvaffaqiyat bilan jilmayish ham boylik keltirdi. Boshqalar esa uning yordamida shaxsiy ishlarni tartibga solib oldilar. Hatto uni bitta ruhoniy shu qadar samarali qo'lladiki, yillik daromadi $75 ming oshib ketdi. Sensatsiyalik tikuvchi Artur Nesh tajribali quyon sifatida kasodga uchrayotgan korxonani sotib oldi va undan muvaffaqiyat formulasini teshkirib ko'rdi. Ish yurishib ketdi va Neshga ulkan boylik keltirdi. U hozir ham, garchi janob Neshsiz bo'lsa-da, gullab yashnamoqda. Bu tajriba shunchalik nodirlik kasb etdiki, gazeta jurnallar uni alqab maqtov so'zlari uchun $million sarflashdi. Muvaffaqiyat siri Texas shtatidagi Dallas shahrida yashovchi Stuart Austin u yerga ham omad keltirgandi. U muvaffaqiyatga tayyor edi. Shunchalik bo'ldiki,
Uayer o'z kasbini tashlab, huquqni o'rgana boshladi. U o'z maqsadiga erishdimi? Bu haqda ham siz mazkur kitobdan bilib olasiz. O'z davrida Lasalli universitetida reklama agenti bo'lib ishlar ekanman. Rektor Chaplinga muvaffaqiyat formulasini qanday tatbiq etish to'g'risida so'zlab bergan edim. Buning natijasi o'laroq universitet mamlakatda ekstensiv o'qitish tizimi bo'yicha eng namunali o'quv dargohlaridan biriga aylandi. Kitobda tilga olingan sir kamida 100 marta tilga olinadi. Uning aniq nomi ham uchramaydi. Boz ustiga uni men tanlaganim ham yo'q. Ochiq oydinlik esa bizga ta'sir qilmaydi. Bizga aslida maxfiylik zarur. Axir uning qirrasida tutsak, biz uchun ziyraklik imkoniyati yuzaga keladi. Shu bois bo'lsa kerak, Endryu Karnegi o'zini unchalik urintirmay, ushbu sirni o'zining birortayam so'zi bilan belgilamagan. Qulog'i bor kishi albatta eshitadi. Tayyor bo'ling. Muvaffaqiyatga erishish siri sizga har bir bo'limdan so'ng eng kamida bir bora namoyon bo'ladi. Men buni mamnuniyat bilan so'zlab berardim-u, ammo sizni shodu xurramlik hamda birinchi kashfiyotchining foydali jihatlaridan mahrum qilmayin deyman. Siz umidsizlik girdobida qolib, ranj-alamlar yurak bag'ringizni ezib yubordimi? Sizni kasallik va jismoniy dardlar tanqid etmoqdami? Hech qisi yo'q. Karnegi formulasidan foydalanib, mening o'g'lim ajoyib kashfiyotga qo'l urgani haqida o'qiysiz-u, o'zingizni yo'qotilgan umid orzular sahrosidagi vohada paydo bo'lgandek sezasiz. Muvaffaqiyat sirlarini amalga oshiruvchi, unga ro'baro kelgan har bir kishi so'zsiz o'zini omad og'ushida qolganligini his etadi. Agar sizda shubha gumon tug'ilsa, darhol muvaffaqiyat qozongan kishilarning martaba amaliga diqqat e'tibor bilan qarang. Ana shunda ularning muvaffaqiyati sizni darhol ishontiradi va shubha gumonlaringizni darhol g'oyib bo'ladi. Albatta, muvaffaqiyat sirlari siz uchun nimagadir arziydi, ammo uning asl bahodan ham baland turishi tayin gap. Bu bahoni so'z bilan ifodalash qiyin, chunki sirni pul bilan bog'lash shuning uchun mumkin emaski, go'yo u ikki qismdan iboratga o'xshaydi. Uning bir qismi sir to'la-to'kis insonni qamrab olishdan iborat. Kimki sir sinoatga tayyor bo'lsa, u mutlaqo bir xil xizmat qiladi. Bunda ma'lumot hech qanday ahamiyat kasb etmaydi. Men tug'ilguncha muvaffaqiyat siri Thomas Edisonga ochilgan edi. U buni yuksak aql bilan amalga oshirib, dunyoga mashhur kashfiyotchi sifatida nom qozondi. Vaholanki, Edison maktabda bor yo'g'i 3 hafta bo'lgan xolos. Muvaffaqiyat siri Edisonning ish sohasidagi sherigi Edwin Barnesga ham duch kelgan edi. Barnes ulkan boylik to'plagan. Bu esa yosh yigit chog'idayoq faol biznesdan chetlashishga sabab bo'lgan edi. Mazkur voqea to'g'risida siz birinchi bo'lim boshida boylik erishadigan chegarada qo'lga kiritishligining bilib olasiz. Pul, obro' e'tibor, mashhurlik va baxt saodat faqat unga tayyor turgan kishilarga ato etiladi.
va o'z-o'ziga shunday deydi: men barcha mo'jizalarga munosibman. Kamina bu sirni qayerdan bilaman? Bu haqda siz kitobni hali o'qib chiqmasdan turib javob olishingiz mumkin. Uni aynan 1-bo'limda yoki eng oxirgi sahifadan topishingiz ehtimoldan xoli emas. 20 yillik tadqiqotlar janob Karnegining xayru saxovati homiyligida o'tdi. Men yuzlab mashhur kishilar hayoti va faoliyatini tahlil qildim. Ulardan ko'pchiligi Karnegi formulasi yordamida ulkan boylikka ega bo'lganliklarini tasdiqladilar. Bu insonlar orasida Henry Ford, William Regal, James Hill, George Parker, Statler, Henry Daetri, Cyrus Curtis, George Eastman, Charles Schwab, Harris Williams, Dr. Frank Gonzalez, Daniel Wallert, King Gillette, Ralph Weeks, Судья Daniel, Reid John, Rockefeller, Thomas Edison, Frank Vanderlip, Woolworth, полковник Роберт, Dollar Edward, Phelan, Edwins, Barnes, Arthur Nest, Theodore Roosevelt, Sean Davis, Albert Hubbard, Wilbur Reid, William Jennings, Brent Dr. David, Star Shorten, Eugene Armour, Arthur Brisbane, Woodrow Wilson, William Howard Taft, Luther Burbank, Edward Buck Graham, Bill Shawn, Patterson, Julius Rosenwald, Stuart Austin Weir, Dr. Frank Crane, George Alexander, Chaplin, senator Jenningsning Rodolf bor edi. Mazkur ro'yxat ayrim mashhur amerikaliklarning bir qismini tashkil etadi xolos. Ularning moliyaviy yoki boshqa muvaffaqiyatlari Karnegi formulasini kimki hayotda qo'llagan bo'lsa, o'sha jamiyatda yuksak mavqe tutganidan guvohlik beradi. Men mazkur formula sirlaridan ilhomlanib, o'z ishida katta muvaffaqiyatga erishmagan biror kishini ko'rmadim. Mana shu ikki asosdan shunday xulosaga keldim. Muvaffaqiyat formulasi odatda ma'lumot deb ataluvchi zaruriy bilimlar majmuidan iborat. Xullas kalom, ma'lumot deganning o'zi nima? Bu savolga ham siz mufassal javob olasiz.